Assalomu alaykum ko'ktang bolalari, sog' salomatmisiz? Charchamasdan chorakni yakunlayapsizmi, yilni yakunlayapsizmi? O'qituvchilaringizni xursand qilyapsizmi, ota-onalaringizni xursand qilyapsizmi? Barakallah. Masalan, uyingizda go'sht tugaganini bilmay qolsangiz, hech tashvishlanmang. Uyingizda ortiqcha nonlar bo'lishi mumkin, kartoshka bo'lishi mumkin. Qozonga 2 cho'mich moy soling. Kartoshkani mayda qilib to'g'rang, solib aralashtiravering. Har zaman aralashtirib turing va unga piyozni ham xuddi shunday mayda qilib to'g'rab aralashtiring. Ikkalasi qo'shilib qovurilaversin. Shu orada siz qolgan nonlaringizni maydalab to'g'rang yoki qo'lingiz bilan to'g'rang. Agar qattiq bo'lsa pichoqda to'g'rangda. Yaxshi aralashtirib, kartoshka pishib qolgan bo'ladi ungacha. Past olovda pishirsangiz juda ham yaxshi. Kartoshkaga siz nonni qo'shib yuborasiz. Nonni qo'shganingizdan keyin yaxshi aralashtirasiz. O'sha ikkalasi bir-biriga moslashgan bo'ladi. Shunda siz uyingizda nechta tuxum bo'lsa, 7-8 tami, odam soniga qarab yo ko'proqmi, yaxshi tuz bilan aralashtirasiz va murch ham qo'shib aralashtirasiz. Shu aylanib turgan qozondagi masalliq ustiga tuxumni qo'shib yuborasiz va yaxshigina aralashtirib ko'rasiz. Juda qattiq bo'lib qolsa, salgina suv qo'shasiz. Agar suv qo'shmasangiz, juda ham yaxshi chiqadi. Mana shu taomda suv hech qanday qo'shilmagan. Moy, kartoshka, piyoz, tuxum. Sal tabga qarab murch solib, salgina pastgina qilib dimlab qo'yasiz. Ko'ribsizki, bu nima choymi? Nima bo'lib ketdi? Qorayib bo'lib ketgan, ko'rsagamizlar. Choy ko'p achchiq ichmanglar bolajonlar, zarari bor. Termosga qaynoq suv olib qo'shib ichamiz, xo'pmi? Mana bolajonlar hozir ovqat bilan tamaddi qilishadi. Menimcha xursand bo'lsa kerak. Bolalar, yoqimli ishtaha, ovqatimiz tayyor.